Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan tarixiy roman Chala tekkan o'q. Avtori Abdullah Talib. 2-qism. 24-bob. 1. Tang etish oldida kichikkina yotoqning arq temidagi yakpay derazaning yinik va jiddiy tashvishlik chekilishi uyqusi sagak Muborakni cho'chitib uyg'otibdi. U qo'rqqanidan un-tin chiqarolmay tugilgan peti jim yetib oldi. Deraza chekkuchi tovush chiqarishni beab ko'rdi bo'lg'ay, derazani yana kayni-kayndan chekiverdi. Yotoqdan sado chiqmagandan keyin Muborak, deraza tubiga keling. Men Kenji, jiddiy ish bor, dedi Kenji. Ikki olqini bilan yuzini to'sab, eg'izini derazaga yaqin akilib turib, Kenjini Muborak unidan tonib oldi-da, ko'ngli birdilla dakka-dukka bo'lib, bugun bir ish bo'ldimi nima? Xudoyim, deb pichirldi u. Kenji burunmu mushu derazani ko'p qitim chekkan. Biroq bugun uningdan anglangan ovoz muhabbat parvonalarining deraza tubida turib, odatda deyishadigan shirin pichirlashidan boshqacha farqlanib turadi. Muborak darhol o'rnidan turdi va chopinini yepinchoqlagan peti deraza tubiga keldi-da, yuzini derazaga yaqin turib, "Kenji, bu kam bo'lganda nima qilib yurasiz?" deb so'radi. "Deginingizdak bo'ldi. Bugun kecha meni rostilla qor bosdi." Kenjining tinig'i jiddiy va ansiz edi. U ahvoldan uchur berib asta so'zlaydi. "Zamon qo'lni ujuqtirish uchun otgan o'qim chala tegib qoldi." "O'q chala tegdi?" Muborak "o'q chala tegdi" degan so'zni eg'izdan qandoq chiqarganligini o'zimi sezmay qoldi-da, deraza tubida xuddi haykalda qaytib qoldi. "Ha, eliqi ko'ktatliq orasida u chala o'lik bitib qoldi." Kenji ondan oxirgi so'zini dedi. "Ish chatoq bo'ldi. Men Qiziltog'ning keyindagi o'rmonlikqa yo'shirinib, ondan kechilab yurib, ili tarafga o'tib ketmoqchi. Xubdan mahalligacha shu yerga bora olarsizmi?" Bu jiddiy imtihon savoli edi. Jonga va jonijon manfaatga taqiladigan bu sinoqda nima deyish kerak? Muborakning beshini bir quyuq tutay qoplagandek bo'ldi. U g'azab aralash tashvishlanmoqda. Peshonasidan sovuq ter paydo bo'lmoqda edi. U as hushini yig'ilib, boyqi o'zi yozgan va Kenji orqali rahimga yetgan ashu vijdoniy xatlarini esiga oldi. Fazilatning intiqomini ilish va yana gunohsiz nurg'un kishilarning behuda qurbon bo'lib ketmasligining oldini olish uchun yoshlar tashkilotini qamchilab yozilgan ismsiz xatni mana mushu qiz o'z qo'li bilan yozgan edi. U Kenjining boturligi bilan faxrlanadi. Shunga uni so'ygan edi. Kenji aytgan o'rmonlik bu ikkalanga ko'p tonish, muhabbat qarorgohi edi. Tang suzilib boradi. Kenjini yana ortiqcha taqozo qilishga bo'lmaydi. "Ma'qul", dedi Muborak qat'iylik bilan. "Xayr, xo'sh, rahmat sizga", dedi Kenji jigarlik mahbubaga chin qalbidan minnatdorlik bildirib. Kenji yurib ketdi. Qiz bo'lsa deraza tubida yegona qoldi. U aynakdan sirtqa qaraydi. Tong etish oldidagi qorong'ulik sirtdagi bepoyon dalini qoplab turadi. U hech nimani ko'rolmadi. Qimirlamasdan bir izda turib, xiyol daryosiga g'arq bo'ldi. Bir hazodan keyin esini yig'dida kayniga o'rilgan peti o'zini karvatga tashlavatdi. Lekin uning ko'zidan uyqu qochgan edi. Uning ko'nglini g'ashlik chulg'ab, tinimsiz to'lg'anatdi. Tashvish bilan g'azab qo'shilib, yuragini qattiq mujub va g'idiqlab, uni cheksiz bearam qiladi. Bir mahal o'tgandan keyin top atar g'ojam tog'lari tarafdan uning derazasiga tushgan yo'riqlikning aksi tashtakdagi gullarda jilvillanishga boshladi. U o'rnidan turdi-da, derazasining ikkala qanotini ichib, sharq tomon ko'z tashladi. Manjulu ko'chasining sharq tarafiga bino qilingan yotoq uylari Dongsan tog'lari bilan udul qarshib turadi. Muborak hozir yegona yetayotgan bu yotoq shimol tarafga keladigan bir ig'iz kichik uy edi. Uyning kayni ochiqchilik, qalin to'piliq munbat zamin. 2 kilometr yiroqlikda
janubga so'ziladigan yardanliq ko'zga tashlandi. Yiroqda Dongsan tog'lari orqasida top atar g'ojam cho'qqisining mardona qad ko'tarib turganligi g'uva ko'rinadi. Tangri ko'li tarafdan urilayotgan aprelning g'urg'ur shamli Muborakning mang'izini so'yib, manglay chichini yelpib o'tadi. Muborak ikki jayniki bilan derazaga terib, olqini bilan qo'sh mang'izini tutgan holatda bug'da cho'qqisiga qarab, yangidan ko'tarilib chiqayotgan o'tqashdek quyoshga nazar salatdi. Deraza keynida qushlar sayrashmoqda. Samoda qalg'ashlar bahuzur parvoz qilmoqda. Yashargan tal-tal teraklar va rangarang echilishga boshlagan dala gullari ko'zga tashlanadi. Lekin uning yuragini yanada kenji yetkizgan hiliqi shum xabar qattiq mujmoqda edi. Birdilla kenjining deraza keynida qoldirib ketgan oyoq iziga ko'zi tushib qoldi-da, u asta aylanib deraza keyniga o'tib, oyoq izlarini o'chirdi va qaytib kirib, yuz ko'zini yuvdi. Ammo ishtiyi tutilgan Muborakning hozir tamoqqa tavi yo'q edi. U tashtakdagi gullarining qishiga keldi-da, parvish bilan malika bo'lishga boshladi. To'satdan ishki chekildi va hayol o'tmay xizmatdoshi Halima kirib keldi. U uyga kirmayla: "Voy Muborak, oqshom bo'lgan voqeani angladingmi? G'imingda yo'q turganingni qara", dedi. Ular karvatda yaqin yandash o'ltirishdi. Muborak uqmaslikqa silib, beshini chayqadi. Halima javoldab so'zigili turdi. "Oqshomchu, qara, iliqi oxo'shuni Xabadagi ko'ktatliqda ma'lum kishi atgan ekan, chal o'lik bo'lib qopti. Bu xabar yetib kelgandan keyin bo'lgan patparaqchilikni demamsan, butun go'ngan-go'nli chudikilar put ko'ygan to'qidek bo'lishib ketdi. Boshqarmada hozir ayol xizmatchilarla dejurni bo'lib turibdi. Qolganlarning hammasi sirtqi tekshirish bilan bo'lib ketdi. Tang sahardan boshlab ular odam tutyapti. Qotil texi qo'lga tushmabdi. Harbiy maktab o'quvchilari, Darul Funun, Darul mualliminlarning ziyolilari qochqini qechib, tutilib, shahar ichida qiyomat qoyim bo'lib ketyapti. Texi seni uqmayman da'vat qilini qara. Hiliqi dayuz o'lib ketganlar bo'lsa-ku, haqlar buncha bo'lib ketmasdi. Agar uning tili gapga kirib qolg'idek bo'lsa, ishning tugini shu demamsan. Uning so'lpisiga tiyilib ketadiganlar oz bo'lmaydi. U ig'ziga kelganini jo'ylab, xiyoliga kelganini tishlab tortib, balaning cho'ngini teriydi degina. Halima bilan Kenjining oqshomqi deganlari bir yerdan chiqib, voqeaning rostligi texmo oydinlashdi. Lekin Muborak dardini ichida bilib, o'zini ching tutib oldi-da, Halimaning oldida zinhor zuvan surmidi. U yanila bilmasga silib jimjitla o'ltiradi. Halima uni og'rib qolgan o'xshaydi deb gumon qildi. "Voy Muborak, ko'zimga boshqacha ko'rinyapsan-ku, mijozing yo'qmi nima? Ko'zing o'ltirishib ketibdi-ku", deb so'radi. "Mijozim yo'q, kecha bearam bo'lib, kirpik qaqmay tong atqizdim", dedi Muborak. "Qayring og'riydi? Ayollar kesili, zukam, beshim qattiq og'rib, ko'nglim ilishib turdi." "Voy anam-ey, balduroq desangchu, undaq bo'lsa men sana non, choy akirib beray. Nashta qilib ol, ondan uxlab dam ol. Men sirtdan qulib silib qo'yay. So'rg'anlarga seni og'rib doktorxonaga ketdi deyman", deb ildam chiqib ketdi. Aradan ancha o'tmayla Halima chaynakda sutli choy va to'qach akirib shiraga qo'ydi. "Amsa shundoq bo'lsin, uyquni qondirib dam ol, men ketdim." Halima eshikni qulflab ketdi. Muborak derazaga ko'k parda tortib qo'ydi. Choy ichkisimi kelmadi. U uyda uyan mang'atdi. Keyin ixtiyorsiz holda chala tekkan o'q davatida o'zini karvatiga tashladi. Muborak uyqudan uyg'onganda kun tushdan halqagan edi. U sanduqidan albomni elib, uningdan ashu chog'da fazilatdan ilib olgan so'yguni Kenji, o'qituvchisi Gulandam Avustay, Yusufjan Javlani ham fazilatning suratlarini topdi va bu suratlarga qarab xiyolga ketdi. "Yaxshiga kun yo'q, yomonga o'lim degan rost ekanda", deydi Muborak ko'ziga issiq yosh ilib. Muborak Go'an Guanli Chud degan odam qo'rqishxonada gizandilar uvusida ishlab
qolganidan qattiq zarlanatdi. Lekin u xanzocha, ruscha bilgani uchun o'qish tugatmasdilla u yerning ehtiyoj qarmiqiga aylanib qolgan edi. Shu chaqda Muborak Javloniga maslahat solgan edi. "Men u yerdan yirginiman. U bir qarong'u dunyo, tosh yuraklar dunyosi. Undaq Azrail uvusiga yaqin yo'lamayman. Qarong'u dunyo bilan yo'ruq dunyo o'rtasida bir qancha aloqa farishtasi bo'lmasa bo'lmaydi. Bundaq farishtalar savobliq ko'p ishlarni qila oladi", deydi Javloni uningga. Javlonining bu hikmatlik so'zlarini Muborak shundan buyon yurak obidasi qilib yuratdi. Shuning turtkisida u keyingi kunlarda zamonqullar bilan jon tikib kurash qilgan edi. Muborak hozir mehribon o'qituvchisi Gulandam Avustayning suratini qo'lga olib takror suyatdi va ko'ksiga bosatdi. Gulandam Avustay Shinxay inqilobidan keyin Turpan Ostona va Cho'chakda bir qancha yangi maktablarni ta'sis qilgan mashhur ma'rifchi bo'lib, Cho'chakdagi Gulandamiya maktabi uning nomiga atalganligi alohida xotirlikdir. "Mening ko'zimni ochgan, menga ong bergan hurmatli ustozim Gulandam appay", deb ig'izdan tushirmaydi Muborak. Muborak Gulandamiya maktabida vatani va xalqi to'g'risida, insonning qadr-qimmati ham axloq fazilat to'g'risida yaxshi savodga noil bo'lgan. Gulandamning oliyjanob ruhi Muborakning qalbida muhr bisilgandek ta'sir qoldirgan edi. Biroq Muborak ijtimoiy amaliyotdan nurg'un yirginishlik voqealarni kuzatdi. Uni o'rab turgan muhit iflosliklar bilan to'lgan edi. Oq ko'ngil insonlar yetti boshliq qiyotning O'g'iznamidagi yirtqich maxluq O'g'izxon uni yo'qitib, xalqni qutqizish yo'lida uzun yillar kurash qilgan. Qonliq tapini ostida mijlatdi. Makkar zamonqullar ana shu ziyovuz qiyotning naq variantlaridan edi. Muborak do'sti fazilatni aslab, uning suratini bag'riga bostida ko'zlaridan munchoq yosh to'kilishga boshladi. "Janjigarim do'stim, qalbing pok, oq ko'ngil va vijdonli xotin qizlarning namunasi eding. Siningdek go'zal parini yuz gulidan texi bir gulimi echilmagan g'unchini yirtqushlar vaqtsiz nobud qilyapti", deb o'ksib yig'layapti. Mana digar vaqtimi bo'lib qoldi. Muborakning kenjiga va'da qilgan vaqti yaqinlashmoqda. U hozir o'zini kutayotgan sinoq davini ustida xiyol surmoqda. Muborak o'zini xiyoldan yig'ib, fazilatlar bilan o'pchi tushgan boyqi suratni ham kenji bilan ayrim tushgan suratni pokiz bir taxsida ko'ydirib, kulini tushirdi va uni qizil tovar tumarchiga silib og'zini tiktida bo'yniga osdi. Ondan bir tartib cho'nqur xiyolga cho'kdi. Talani gugum qarong'usi qoplamoqda edi. Muborak chiroq yoqdi. Ondan Tom ikki tal o'rim chichini qaychi bilan kesibatdi va kesilgan chichini nefis qizil yog'liqqa o'radi. Bosh ko'zni yuvib, jiddiy jabdundi. Vaqt tez o'tmoqda edi. "Oldimga biror o'qish uchrab qolsa-chu", deydi u ehtimollikni esiga keltirib. Amaliyot jarayonida tajribalik bo'lib qolgan zirak qiz Muborak darhol chamdinidan marhum onasining tavarugi qama tumg'ini oldida uni beshiga fazilatning onasiga qaraliq tutish uchun tikkizgan oq ko'ynakini uchisiga kiydi. "Navoda birsi yo'liqib qolg'idek bo'lsa", dedi u ko'ngliga har ehtimolni pukib, "onamning tuproq beshiga boraman". Xuftanga azon o'qildi. Muborak tangla chiriqini o'chirdi-da, ozroq non va muhim kiyim kechigini o'rg'an yenik bo'xchisini oldi. U yotiqiga eng oxirgi qitim ko'z yugurtdi va derazdan serilib orqa tarafga tez tushdi. Uning yuragi gupildimakda. Muborak xuduksirgandek atrofga zan soldi. Peshonasidan sovuq tar chipildab eqishga boshlagan edi. U derazaning qapqisini pam bilan attida, kayniga o'rilib, yordamliqqa qarab tunji qadamini tashladi. Amdi uning ko'ziga hech nima ko'rinmadi. Qalbidagi kuchli aqida uningga jur'at va jasorat bag'ishlagan edi. U tez ilgirlab jilg'a bo'yiga yetib oldi.
Tang saharning mayin shamili uni suyib, har yon o'tib turadi. Dongsan tog'lari xuddi qora libos kiyib olgan qo'rqinchliq devidek ko'rinadi. Muborak jilig'ining aplik bir yerdan pastlab tushib, shimol tarafga qarab qayrildi-da, Shimigo'ga ketadigan chig'ir yo'l bilan o'rlab boradi. U bu tarafdagi harbiy gazarma qaravullaridan o'zini qochirib yiroqlab ketgan edi. Ko'rikdan o'tib Goristonlik ichiga kirganda yuragi jig'ildab, tini siqrab ketdi. Bu Goristonlikda tun qushlarining huvuldashlari texmi qo'rqinchli edi. Bu qushning yerganishlik ovozi shumliqdan derak beradi. Muborak Goristonlikdan o'tib bo'lg'icha qora targa cho'milib ketdi. Tun tang bo'lgan chog'da aylanib yurib Liodavandagi Yipuchingung deb nom olgan qanliq munarning g'arb tarafiga aran berib oldi va bu yerdagi bir o'ymonliqda bir oz demini oldi. Lekin bu yerda ko'p o'ltirmadi, chunki munardan jasad buslari kelib ilishtiradi. U putining og'riqiga qaramay levini tishlab g'arb tomon yana ilgirladi. Muborak manziliga Qiziltog' keynidagi o'rmonliqqa yaqinlashganda tong oqirib qolgan edi. U qadamini tizlatmoqda, yuragi yana gupildab salmoqda. To'satdan oldiga bir Xo'yzu buvay uchrashdi-da, "Nega ketyapsiz?" deb so'radi. "Apamni shiyitligiga." Xo'yzu kishi dilag'ul bo'lib so'zining oxirini deyolmay qoldi. Muborak uning ichidan chiqara olmayotgan gapini bilishga intilib turadi. Xo'yzu buvay so'zni davomlashtirdi. "Mening uyim shu o'rmonliqning yuqorisida, Bajaxo'ning berisidagi yaqin bo'yda edi. Oqsham suv mung'izida bir tuqqanimning tugab ketganligini anglab, shu yerga mang'an edim. Kelsam o'rmonliqning atrofiga askar yig'ib ketibdi. Nimish yuz bergando desam, kecha shu o'rmonliqdan bir harbiy yigitni tutib ketgan ekan. Hozir u yerni ashundoq saqlab turibdi. Barsingiz balo qilarsizmikin, balam?" Xo'yzu kishi ahvolni debla yo'lga ravon bo'ldi. Muborak bu shum xabarni anglab, bazgak tutgan odamdek lag'ildab titrashga boshladi. U tutilgan ashu harbiy yigitning jazman Kenji ekanligiga hukm qilgan edi. Dard alam o'tlari birdilla uning yuragida lavildab yondi. "Nima qilish kerak? Qaytaymi?" "Yo'q", dedi u qat'iy qarorga kelib. "Xo'rlanib yashagandan mag'rur turib o'lginim afzal. Meni baribir saq qo'yishmaydi. Bu peshkanliklar chala tekkan o'q so'lpisidan bo'lyotidi-ku." "Shundoq. Demak, Kenji o'rmonliqda bir sirliq sirtmoqqa tushibdi-da. Men cho'qim uning yo'liga manaman. Onamning ruhi, fazilatning, javlonining va Kenjining ruhi meni amdi Jung'ariyadan topsin." Kenji oqshom yarim kechida dariza tuvida Muborak bilan va'dalashib qaytgandan keyin harbiy maktabning ot doktori Isroilning uyiga keldi. Ular uzun so'zlashdi. Isroil yer osti tashkilotining aktiv a'zosi bo'lib, Kenji uning samimiyatiga xili ishonadi. U Jung'ar va Manas tog'larining yo'lini pishiq biladi. Ular Jung'ariya o'rmonligi orqali qochishga kelishib qasam ichishdi. Ikkilan ikki harbiy otni minib oqshimi maxfiy yo'lga chiqdi. Ular Liodavonning g'arbidagi heliqi o'rmonliqqa kelganda Isroil to'satdan Kenjiga "Adash, aslisa muhim ikki ish unutilibdi emasmi?" dedi. "Nima ish?" so'radi Kenji. "Bala chaqalarga deydigan bir muhim so'zim deyilmay qopti. Yana yomg'irli chaponni unutibdiman. O'rmonda kutib tur, men hilila kelaman." Kenji hech ikkilanmasdan ma'qul bo'ldi. Chunki Kenjining bu o'rmonda Muborakni kutib turish zaruriyati bor edi. Shunda qilib Isroil otni orqaga qaytirdi-da, uchqandek ketdi. Mana 2-3 soatmi o'tdi. Kenji amrig'i Muborak bilan do'sti Isroilni 4 ko'z bo'lib taqozzoliq bilan kutmoqda edi. Atrof jimjit va qorong'u. O'rmon orasidan osmon to'risidagi bir necha yulduzning chaqnab turganligini ko'rgili bo'ladi. Kenji biror kishining sizib qilishdan xudiksirab, o'rmon ichida midir-sidir qilmay yigana o'ltirgan edi. Qara qog'idek kelgan otliq jandarmalar
Puştum tutla ormanlıqni qorshib oldi. İsrailning chilan toruq eti shu an ormanga qarab qattiq bir kishnidi. Javoban Kenjining qaragir etimo darhol o'nlik kishnidi. Shunda qilib Kenjining ormanliqda ekanligi harbiy va saqchilarning oldida "Mana men" deb oshkora bo'ldi. İsrailning chilan toruqning xizmati oyoqlashdi. Amdiki ishni xo'jayinlarining o'ziga qoldirib İsrail g'ippida tikivetdi. Kenji, bu yerga chiq. Yavaş bo'lsang kengchilik. To'rt atrofdan Xanzucha, Uyg'urcha, Qozoqcha xitoblar yangrashqa boshladi. Kenjida yon qurol bo'lsa-mu, biroq hozir yetishib tang kelishmi, terik qutulib ketishmi mumkin emas. Amdi u ichidan azoblanib, qahr-g'azab o'tida o'rtinishga boshladi. Birdam zamon qulga chala tekkan o'ng qo'lining barmog'ini qahri bilan tishlaydi. Birdam İsrailning xoinligidan g'azablanadi. Aroq so'rinlarda uning qilgan mamadanligiga 100 ming la'nat deydi u. Biroq amdiki pushman aqlga dushman edi. Qara girning to'xtamay kishnab turib bilishi uning alamli xiyolini uzib turadi. Taslim bo'lishga undigan cho'qonlar barg'ansiri ulg'uyib boradi. U tapanchisini mingisiga tanglabmi ko'rdi, lekin yana turib bu xiyoldan voz kechdi. O'lib bilish oson, ammo bu munosabat bilan qo'lga olingan nurg'un yigitlar mening sababimdan azoblanishi va balki gumon bilan o'ltirib o'tilishi mumkin. Shunga hammani menla ustim kelib, yoranlarimni ayob qilishim kerak. O'z o'qimda o'lgandan dushman o'qida o'lish a'lo, dedi u azobli xiyollardan keyin. Kenji o'rindan dast turdi-da qara girni yetilab dushmanlar oldiga o'rmon sirtiga mangdi. Ikkinchi zamon qo'lning tiliga ijobat bo'lgandek mag'firat farishtalari yanila uni qo'llamoqda. Uning dafn murosimiga motam orkestridagilarni qo'shib hisoblaganda 5000 dan ortiq kishi qatnashdi. O'liklik Uyg'ur uyushmasining yozliq zaliga odam sig'may qolgan edi. Uning nusratlik o'limi uchun hukumat xazinasi oymay tasarruf qilindi. Marhumning matimi uchun oq bog'lash va ortishga ketgan gazmonlar 100 to'pqa yetdi. Yozliq zal bilan tavutning 4 atrofi marhumga ta'ziya so'zlari yozilgan gul chambaraklar bilan liq to'lgan edi. Matam orkestrining mungluq sadosi va nadonlarcha hissiyotga birligan shuncha ko'p ishtirokchilarning buqildab yig'lashlari bilan haybatlik ta'ziya murosimi rasmiy boshlandi. Marhum Junxo Mingoning eng sodiq farzandi bo'lib, tarix sahifasidan mangu o'rin oladi. Marhumning intiqomi uchun biz buningdan keyinmi buzuqlar bilan adoqcha kurash qilamiz. Buzuqlarning teg'i bilan shahid bo'lgan marhumning yotqayri cho'qim jannatda bo'ladi. Yuqoridagi uzundilar Xogojun, Nasir ham bir mollamning ta'ziya nutqlarining asosli ruhi. Dal peshin mahallada zaman qo'lning tavuti Baxulyan shehitiga ilib mingildi. Hayot sahnasida hamisha nafrat bilan muhabbat, yig'i bilan kulka, tragediya bilan komediya, go'yo o't bilan sudek bir-biriga zid rollarda namoyon bo'lib davr qiladi. Biroq hozir zaman qulga qilinayotgan g'ayri normal hurmatlar soyasida yuqoridagi rollarning hammasi o'zining asli xarakterini yo'qotmoqda edi. Baxulyan gurstonligida uningga maxsus simnut qabri qatirildi. Kichikroq bir teatr umigi texi uni qahramon deb pardazlab sahnaga chiqdi. Hammadan kulikiligi zaman qo'ldek mal'unni tuqqan ayolmu qahramon ona degan nomga noil bo'lib kumush medal bilan mukofotlandi. Bu qahramon ona alohida hurmat va maxsus mashina bilan Urumchiga oldirib kelingan edi. Shuningdan keyin ta'ziya to'lqini texmi yuqori baldoqqa ko'tarilishga boshladi. 1945-yil 6-oyning 9-kuni Markaziy Uyg'ur uyushmasining yozliq klubi oldiga marhum Axoshoning ro'yiga mavlud o'qish murosimi degan cho'ng xatlik lozunka esilgan. Havoning shuncha issiq va tinchligiga qaramay, klubning oldi va Ro'zi hojining mechiti atrofiga nurg'un odamlar to'plangan edi.
Ularning to'lisi bu katta murosimga qatnashish uchun maxsus bag'aq bilan kelganlar edi. Kun nayzi bo'yi o'rlash bilan tang odamlar 4 dan 5 dan uyushma zaliga kirishga boshladi. Klubning alohida sahnasida salloliq axunumlar, sipoyi kiyingan bir muncha arboblar o'ltirishatdi. Sahnaning to'rida yana boyiqi qahramon ana bütün a'zoyi oq bilan o'ralgan holda musibat tutib o'ltirgan edi. Uni yosh ikki ayol qo'ltiqidan yulab turatdi. Hozidar ayol turib-turibla olli tova silib, o'ksib yig'lab sahnani beshiga kiyatdi. 40 minutgacha mavlud o'qilib, Fatiha qilingandan keyin murosim riyosatchisi "Hozir hukumat vakili so'zlaydi" deb bir arbobni so'zga taklif qildi. Arbob o'rnidan turib Zaman qulining onasiga hurmat ta'zim beja keltirgandan keyin hukumatimiz Axo'shuni qahramon deb rasmiy e'tirof qilib, maxsus hujjat chiqardi. Uning oila tavalari davlat tarafidan mangu ta'minlandi. Nazir chiroqlarga hamma chiqim hukumatimiz tomonidan beriladi. Marhumning onasi oldida bu qarorni alohida jakarlamoqchiman, dedi. Hukumat vakilining so'zi tugash bilan hozidar ayol uyqudan o'ndirgandek o'rnidan chacharab turib ketdi-da, qarorni jakarlagan heliqi arbobning oldiga yugurib berib, ta'zim beja keltirgandan keyin texmu cho'qan ko'tardi. Balamni o'ltirganlarni etib berishni talab qilaman. Ularni etib bermasa men hargiz rozi emas, deb zalni yana asabiylarcha beshiga kegili turdi. U repetisni obdan qilmagani uchunmikin so'zlari qo'lashmay ba'zi so'plarlar orqali o'ngshalmoqda edi. U barg'ansiri bo'g'ilib Alloh tavba salatdi. 24-bob tugidi.